Assalomu alaykum qadrdonlar, efirda Begum Roshidon. Bugun 2025-yil 27-may, bizda 25-maydan beri havo chataq. Mana hozir bulut, toqqa qor yoqqanmi bilmayman. Kunduzi bizda harorat 21-22 gradus, kechasi 15 gradus bo'lyapti. Bu degani teplitsada namlik oshib ketgan bo'lsa, zamburug' kasalliklari rivojlanadi virusimiz bor. Mozaika degan virus ham yo'g'ri chiqib qolishi mumkin. Demakki salqin bo'lyapti. Shuning uchun hozir men unaqa kasal menda yo'q, lekin oldini olib sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana margansovka olib keldim, 2 gram. Bu 10 litrga tayyorlaymiz. 2 gram margansovka. Mana bu Ciperfos. Bundan 8 gram qo'shamiz. Bu bunaqangi qog'ozda, salafanda o'ralgan turadi upakovka. O'zida tepasida mana nimasi bor, o'lchagichi bor mana. 5 millilitrdan 5 gramdan 25 gramgacha chizig'iga qilib turib quyib aralashtiriladi. Bunisi karat. Buni ham upakovочный, bu original, o'zida nimasi bor. 8 gram bundan, 5 gram bundan qo'shamiz karatdan. 15 gram nitrat kaliy qo'shamiz. Bu nitrat kaliy. 15 tomchi Navasil. Navasilni men doim sizlarga aytaman, zahar sepsalaring ham, vitamin sepsalaring ham qo'shinglar deyman. Buni bundaqa litroviylari bo'ladi. 20-25 gram 10 litrga qo'shiladi. Mana tomchisi bor, bu eng originali. Bular 10 litrga 15 gram qo'shiladi. Hozir men bundan 15 gram qo'shaman. Nimaiki, mana bu zahar bilan mana bu zahar ko'chatga tekkandan keyin ko'chat stressga tushadi. Stressga tushmasligi uchun mana bu narsa yordam beradi. Bu tomchisi bu. 10 litrga 15 tomchi. Oxirida gel qo'shamiz, 1 qoshiq. 10 litr tayyorlab, ko'chatlarni cho'miltirib chiqaman. Soat hozir ishonsalaring 2:30 obed, 2:30 dan o'tdi. Razali 40 gradus bo'lgan havo. Lekin men futbolkadaman, bunday shabada yursa, hali izg'irin tekkandek sovqotyapman, to'g'risi. Bizda 3 kundan beri shunaqa havo bo'lyapti. 1 hafta bo'ladi deyishyapti buni. O'shaning uchun ko'chatlarga mana shu narsani qilish kerak, kasallar rivojlanmasligi uchun. Buni zarari yo'q. Navrot foyda bo'ladi. Bo'lmasa shu narsani qilish kerak. Bunaqa namgarchilik, quyosh yo'q, namgarchilik baland bo'lgan paytda mana shu narsani qilish kerak oyinda. Men shuni tayyorlab sepaman endi. Kimga foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'laman. Atak ko'pchilik ko'ryapti. Like bosib qo'ysalaring, uni sizga ham zarari yo'q, menga ham foydasi yo'q. Ko'proq dehqonlar shu narsadan foydalanishadi. Sog' bo'linglar, paka.